Mana nasib qilsa qoliplarimiz kundan kunga kamayib bormoqda. Tashqarida ob-havomiz yaxshigina yomg'ir. Bagajda nasib qilsa yuklar bor. Mana bu yerda qoliplar bor. Jizzax Arnasoyga nasib qilsa go. Mana nasib qilsa Jizzax Arnasoyga yetib keldik. Mana qoliplarimizni olib kelib berdik. Stakan 2 ta 35 lik qolipdan 2 ta bolt gaykasining ziyati bilan qoliplar balandligi 4 metr bo'ldi. Bu mana stakanning qalinligi, qoliplar qalinligi mana qalin qolipdan nasib qilsa uyaltirmaydi. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, telefon qilsalaringiz qilib beramiz. Agar quyish xizmati kerak bo'lsa, uni ham qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Bizdan Vodiydan, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazmlardan qolip olganlar bor. O'shalar nomerlarini beramiz, o'shalar qilib beradi. Agar qolip kerak bo'lsa, aytsalaringiz qilib beramiz. Mana Toychoq, Jizzax Arnasoy. Ha, Jizzax Arnasoyda. Bu tomonda qarab kelyapmiz ko'chalarda. Juda kam ekan. Nima tumbadan mana stal va azbizni o'zidan turbadan qilingan. Ha, agar buni bir yo'lga qo'yib olsangiz, aka zo'r ish bo'ladi. Hammani ishlariga omad. Agar qoliplar kerak bo'lsa, bizlar aloqada. Sog'lik, charchamangizlar. Mana kay.